tushkunlikdamisiz, depressiyadamisiz, sizda hech nima o'xshamayapti, pulsiz, siz hayotingiz ag'dar-to'ndar bo'lib ketgan. Buni hammasini sababi nima? Sababi sizni ming xil sizga butunlay qarshi ishlayotgan o'y-hayollaringiz. Hammadan faqat kutayotganingiz, sizni qutqarishlarini kutayotganingiz. Yaratgan sizga tana berdi, qo'l, oyoq berdi, ong berdi, aql berdi, hamma narsa berdi, lekin siz foydalanmaysiz. Siz faqat kutasiz o'sha hamma qatori berilgan insonlardan, qo'li, oyog'i, ongi, xuddi siz bilan bir xil insonlardan faqat kutib yashayapsiz. Shunchalik qiyinmi o'zingizni kayfiyatingizni ko'tarish, o'zingizni kutayotgan narsalarni oynaga qarab aytish? Kimdir juda xafa yaxshi kelin deb tan olinmayotganidan, kimdir xafa yaxshi qaynona deyilmayotganidan, kimdir xafa eridan bir yaxshi gap eshitmayotganidan berishni boshlang o'zingizga o'shani. Stress, depressiyadan chiqing, hayotingizdagi tushkunlikdan chiqing. Sizni kimdir qutqarishini kutib o'tirmang. Sizga yaratgan hammasini berib bo'lgan, hamma kuchni, hamma energiyani, hamma narsani bergan. O'zingizni maqtang.